Assalomu alaykum Damas muxlislar. Hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan karburatorimizda mana o'chib qolishlar binoga kelgan holatda mana tog'am kelgan. Qayerdan keldingiz tog'a? Men Quvasoy Qo'chqorchi qishlog'idan keldim. Nima muammo bilan kelyapsiz? O'chib qolishlar. Qolib 2 oydan beri yuraman, shu bolani YouTube'da ko'rib keldim-da. Mana karburatorni chashib tozalayapmiz, chiroyli qilib. Karburator bir ahvolda edi. Uy sharoitida ham tozalab nima qilsalaring bo'ladi mana. Hozir yurgizib minadi, natijasini aytadi. Mana ko'rib turganlaringda karburatorlar mana mahna qilib 00 ga ochilib tozalanmasa bu yurmaydi. Ham yo'g'ini yangi qo'yasizlar, keyin oson yuradi. Rasxod 10 ta, 12 ta, 13 ta rasxod qilayotganlar aytaverasizlar. 8 ta ko'payib ketsa. Bo'lmasa 6 ta, 7 ta, 7-2 ko'proq chiqyapti akalar. Yengil naql saldo tegizamiz. Adashib qolmaysizlar mana. Video cho'zilib ketmagani mavzu qilamiz. Solasiz, ruchkachka bilan mana solib tushirib olasiz. Tushdi. Murojaat qilaverasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qo'ying. Bo'lmaydi turibsiz. Bir tomonga majbur og'ir sotib qolib, majburlik uchun to'kani yevoradi. Yo, o'rta yoqib mana tangamda yopilishi shart mana. Gazim qaytmay qoldi deganingizda, o'sha tangiz yeyilib ketgan bo'ladi, yo bo'lmasa ochilib qolgan bo'ladi. Mang'illab boradi. Testdan chiqmayapti. Prujinka to'liq tushishi shart. Qanday qilib qo'yasizlar? İşte teshikli tomonni mana sizlarga osonroq qilib tushuntirish uchun mana bunday qilib qo'yasizlar. Ichida uskar etilib qolib ketmasin. Mana karburatorimiz tayyor bo'ldi, endi qo'yib yurgizamiz. Qo'lda akalar, yurishini ham bir ko'rsatamiz. Qo'chib qoldi degan narsalar bo'lmaydi. Gazoshlari ham joyida. Mashinamiz tayyor bo'ldimi? Tog'am bir sinagani bir nima bo'layotganini aybini shuna isbotlay bilan mana o'zimiz chiqmagan holatda yurib ko'radi mana. Kelib aytadi mana. Kamerani uzmay turamiz. Tog'am mana natijasini ko'rdingiz. Nima tavsiya qilasiz? Bor gapni borini ayting. 2 oydan beri qiynalib bu ustaga bordim, bu ustaga bordim. Mana batta zavoddan chiqqandek mazza qilib yangi deb. Bizga o'xshaganlar kelib, hojatini chiqarib ketaversin. Sog' bo'linglar, rahmat.